Tasavvur qilinga 3000 yillik Misr qabrini yorib, hali ham yeyish mumkin bo'lgan bir idish asal toping. Hazil emas, arxeologlar uni tatib ko'rdilar va mazali bo'ldi. Xo'sh, bu yopishqoq oltin qanday qilib vaqt qonunlarini buzadi? Hammasi suv haqida. Asalning namligi shunchalik pastki, bakteriyalar unga tegishi bilanoq qurib qoladi va o'ladi. Ammo yashirin qurol bor. Asalarilar asal hosil qilganda glyukoza oksidazi deb ataladigan maxsus ferment qo'shadilar. Bu vodorod periksni hosil qiladi va mikroblarning omon qolishi uchun atrof muhitni juda kislotali qiladi. Asosan, asalarilar kichik usta kimyogarlardir. Ular gun nektarini yuqori barqaror sirobga aylantiradi. U tabiiy ravishda elementlarga qarshi yopiladi va omon qolish uchun yakuniy oziq-ovqat yaratadi. Shunday qilib, agar oshxonangizda eski, kristallangan kavanoz topsangiz, uni tashlamang. Faqat unga iliq vanna bering va olmaslikning tom ma'nodagi ta'mini his eting. Buni bilarmidingiz?